Men bayatın deb ötep ketdim. Nurg'u o'quvchilarning aslish qobiliyatim nachar deyishning o'zi o'ziga bearam tuyg'uni yo'q qilib o'tish uchun. Ya'ni har qanday odam men bilanmadim deyish xohlamaydi. Ammo u bilanmadi. Buni qanday usulda bu bearamlik tuyg'udan qutuladi? U aslish qobiliyatim tuvan desa, u yaxshi his qiladi. Ya'ni masalan siz men qalva deganning o'rniga mening qulqum gaz desangiz, bu bir qadar sizga besimni sal tuvaltadi. Nima ish qilsa, gazliq kishilar qabul qila oladigan, sizga balki istash qiladigan bir xil tushuntirish. Ammo siz men bilmayman desangiz, bu o'zingizga bir xil bearam ish qilish. Shunlar o'quvchilarning aslish qobiliyatim tuvan deyishning o'zi mushkul bearamlikdan qutulish uchun aql ifodalash. Biz buni psixoanalizm so'zidik, ya'ni aqlni muvofiqlashtirib tushuntirish yoki rad qilib turiverish, inkor qilib turiverish, ya'ni o'zining pokitni inkor qilib, kishilar qabul qila oladigan usulni tushuntirish. Masalan, bir dada kayfiyatni nacharlash bir balani urib qo'ygan bo'lsa, bolasini. U hargizmi uyg'um kelib udim demaydi. U nima deb tushuntirish mumkinsa, balamning kelgusi uchun. Uning yaxshi bo'lsin dedim deydi. Demak, bu balalarningmi aslish qobiliyatim nachar degani amaliyotda o'zlik aql, reallikni yushirish orqali ma'qul usulga kirib olmoqchi. Yoki bo'lmasa nachar balalarning ko'p uxlaydigini bilamiz. Chunki uxlab qoldim, shuni bilmadim deyish bu bir qadar ularga nisbatan yaxshi tuyg'uni bildirdi. Chunki uxlab qolsa, albatta u chaqda ayiblash yoki bo'lmasa asosliqqa bana nimaga yetkilib ketadi bo'lsa, uning ana tirishmasligiga emas, uxlab qolganiga yetkilib ketadi. Yoki uning bilmasligiga emas, uxlab qolganiga yetkilib ketadigan gap. Yoki o'z maktab tilida chiqsa, men maktabda o'qimagan deb qutula olish mumkin. U chaqda bu o'ziga bearamlikni yo'qota oladi. Shu psixologiyada bir narsa bor, badan xuddi bearamlikdan qochgandek odamning ro'yitimi doim bearamlikdan o'zini oqichib, uni boshqa bir usullar orqali tanishadi. Biz buni keyingi darslarda ham tafsil so'zlaymiz. Bo'ldi, unda bugungi darsimiz shu bo'lsin. Rahmat.